Guys, davom etamiz. O'tgan mavzuyimizda sizlar bilan kimgadir nimadir qilishni aytish, ya'ni buyruq haqida gaplashdik. Endi bugungi mavzuyimizda kimgadir nimadir qilma deyishni o'rganamiz. Bu juda ham oson. Ya'ni bizga shunchaki don't kerak bo'ladi. Don't nimadir qilish, ya'ni verb ishlatamiz. Misol uchun, be careful, ehtiyot bo'l. Bu nimadir qilish. Don't fall, yiqilib tushma yoki yiqilib tushmang. Please don't go, iltimos ketmang. Stay here with me. Shu yerda men bilan qoling. Be here on time. Vaqtida shu yerda bo'ling. Don't be late. Kech qolmang. Don't nimadir ish harakat. Don't nimadir ish harakat. Don't nimadir ish harakat. Xuddi shu. Ya'ni shunchaki biz ishlatamiz don't, keyin ishlatamiz verb 1 bo'ldi. Shuni o'zi bizga yetarli. Don't. Endi bitta misol yozib qo'yish shu yoqqa o'zim. Hop, mana misol deylik. Don't be stupid. Wait, what is this? Stupid. Okay, mana. Let's say learn. Oh my god, nimalarni yozyapman? Tak, hop, mana. Don't be stupid. Don't be stupid. Ahmoq bo'lma. Learn English. Ingliz tilini o'rgan. Bu fan uchun, ya'ni ingliz tilini o'rganayotganlar uchun, ya'ni yaxshiroq harakat qilishinglar uchun motivatsiya. Xo'p, endi davom etamiz. Endi sizlar bilan let's haqida gaplashamiz. Let's degani, ya'ni biz o'zbek tilida keling degani, ya'ni kimgadir nimadir, birga nimadir qilishni taklif qilganda, ya'ni biz ko'proq o'zbek tilidan ko'ra rus tilida menimcha ko'proq yaqin bo'ladi. Ya'ni davayte deymiz. Davayte unaqa qilamiz, davayte bunaqa qilamiz. Ya'ni keling degan ma'noni bildiradi. Ya'ni kim bilandir nimadir birga nimadir qilishni taklif qilayotganimizni aytamiz. Ya'ni bu let us. Let ruxsat berish, ya'ni qo'yib berish degan ma'nolarga to'g'ri keladi. Shuning uchun let's, lekin let us emasda let's shunaqa ishlatiladi. Qisqartirilgan variantda doim let's. Endi misol uchun it's a nice day. Bugun ajoyib kun. Let's go out. Давайте tashqariga, ko'chaga chiqamiz. Ya'ni keling aylanishga chiqamiz. You and I can go out. Ya'ni aytayapti let's deganda birga, ya'ni birgalikda taklif qilyapti. Come on, let's dance. Bo'ling, raqsga tushamiz. Keling raqsga tushamiz demoqchi, ya'ni. Давайте raqsga tushamiz. Xuddi shunaqa. Yoki are you ready? Tayyormisiz? Let's go. Ketdik. Let's go. Ya'ni buni juda ko'p ingliz tilini o'rganmasinglardan oldin menimcha buni ko'rgansizlar bu narsani. Let's go. Let's go. Buni ko'rgansizlar. Xo'p, yoki let's have fish for dinner tonight. Bugun ujinga давайте baliq yeymiz. Keling baliq yeymiz bugun ujinga. Shall we go out tonight? Bugun ko'chaga chiqamizmi? No, I'm tired. Yo, men charchadim. Let's stay at home. Keling uyda qolamiz. Ya'ni aytayapti, bitta o'zingiz chiqib kelavering demayapti. Keling birga uyga qolamiz. Bugun emas faqat deyapti. Endi let's negativ shakli ham bor, ya'ni kimgadir nimadir qilmaslik, ya'ni birga nimadir qilmasligi taklif qilish ham albatta mumkin. Let's not bo'ladi shunchaki. It's cold, let's not go out. Tashqari sovuq, ya'ni sovuq-ku. Let's not to go out. Keling tashqariga chiqmaymiz. Let's stay at home. Keling uyda qolamiz. Let's not have fish for dinner tonight. Bugun kechga baliq yemasakchi. Let's have chicken. Keling tovuq yeymiz undan. Xuddi shunaqa. Let's yoki let's not ishlatsak bo'laveradi. Bularni yaxshi o'rganib olsanglar, bu ingliz tili ayniqsa speaking uchun juda ham foydali bo'ladi.